Salom. Bugun siz bilan sun'iy intellekt dunyosidagi eng so'nggi yangiliklar haqida gaplashamiz. So'nggi bir oy ichida sun'iy intellekt juda tez rivojlandi. Yangi texnologiyalar yordamida endi nafaqat matn yozish, balki video yaratish va ovozlarni yanada tabiiy chiqarish imkoniyati paydo bo'ldi. Ayniqsa, ovoz texnologiyalari katta o'zgarishga uchradi. Sun'iy ovozlar hozir juda yumshoq, aniq va inson nutqiga juda yaqin eshitiladi. Ko'plab kompaniyalar sun'iy intellektni o'z ish jarayonlariga joriy qilmoqda. Marketing, dizayn va xizmat ko'rsatish sohalarida bu texnologiya faol ishlatilmoqda. Shu bilan birga xavfsizlik masalalari ham muhim bo'lib bormoqda. Sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish va ma'lumotlarni himoya qilish asosiy vazifaga aylanmoqda. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt bizning hayotimizga tobora chuqur kirib bormoqda. Rahmat, tinglaganingiz uchun minnatdorman.